Bugun sizlar bilan sana dekorativ tarolari haqida gaplashamiz. Men sizlarga hozir sana dekorativ tarolari haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Bu tarolarni bemalol studiyalarga, ofislarga, showroomlarga, hattoki sotuv bo'limlariga qilsangiz ham juda chiroyli решение bo'ladi. Ularni nafaqat o'zini, balki bambuk panellar bilan kombinatsiya qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bizda hozirda bu tarolarimizda 80 xildan ortiq teksturalarimiz mavjud. Ba'zi hollarda ko'pchilik uyini butkul yaxlit dekorativ tarolardan foydalanib ishlatishadi. Endi savol berishinglar mumkin, shu narsa to'g'rimi? Albatta, dekorativ tarolar bilan yaxlit qiladigan bo'lsa, juda ham chiroyli narsa bo'lib chiqadi, lekin bu pul tomonlama juda qimmat bo'lib ketadi. Agar pulingiz ko'p bo'lsa, qilursangiz bo'ladi. Meni shaxsiy fikrim, albatta, ko'pchilikga ham beraman. Bambuk panellar bilan dekorativ tarolarni birga kombinatsiya qilib ishlaydigan bo'lsangiz, juda ham to'g'ri yechim bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Sana dekorativ tarolarimizni ishlab chiqarilish jarayonida juda ham katta ahamiyat beramiz. Kidi bo'lmasligiga, hamma mahsulotlarimizga berilgan singari bemalol bularni ham ishlatsanglar bo'ladi. Hamda bularni yopishtirish jarayonida o'zimizning sana klaylarimizdan foydalansanglar, ayni muddao bo'ladi. Xudo xolasa, sizlarni sifat jihatidan uyaltirib qo'ymaydi. Kimga shunaqa sifatli dekorativ tarolar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishinglar mumkin. Pastda ko'rsatilgan raqamlarga murojaat qilinglar yoki sayt orqali bizga aloqaga chiqinglar.